Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilarimiz, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz. Bugungi videoroligimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yil tumanida joylashgan 4 yil Qoq markazida joylashgan shu do'konimiz sotiladigan do'stlar. Adresiga keladigan bo'lsak, adres yan tarafida Garant Bank bor, bu yan tarafda ko'pchilik biladigan Bank kollej bor. Bu yan tarafda aviakassa, bu yan tarafda hokimiyat joylashgan. Do'stlar, do'konimizning razmeriga keladigan bo'lsak, 5 metr, 25 metr bo'ladi. Hozir ichkaridan bir qator obzor etib o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri taraflarından görüp durarlarız deyin. Birinci xanası bu. 4 xana bo'ladi o'xshaydi do'stlar. Görüp durarlarız deyin. Katta etib ishlangan birinchi xanasi. İkinci xanasına keladigan bo'lsa, ikkinchi xanasi ham görüp durarlarız deyin. Katta. Bu üçüncü xanası bo'ladi do'stlar. Üçüncü xanasını ham görüp durarlarız deyin. Katta etib ishlangan. Bu yerda gaz kelib turibdi, sveti bor, Wi-Fi'dan o'tib turibdi do'stlar, Wi-Fi bor. Bu 4-xonasi bo'ladi do'stlar. Ko'rib turarlaringiz deyin. Shahar markazidan biznes ataman, do'kon olaman deb yurgan og'alarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu videoni tashlab qo'ysangizlar bo'ladi, ko'rib turarlaringiz deyin. Beren her xil biznes ishlasangiz bo'ladi, buxgalteriya etib qo'ysangiz ham bo'ladi, aviakassa satsangiz ham bo'ladi, payner etib qo'ysangizlar ham bo'ladi do'stlar. Ko'rib turarlaringiz deyin. Xonalari katta etib ishlangan. Kafellar bosilib oyoqdina do'stlar, ko'rib turarlaringiz deyin. Gazlar o'tib turibdi. Xo'sh, do'kon narxina keladigan bo'lsak, ekranda telefon nomeri qoldiramiz. Egasi bilan bog'lansangizlar, telefonda gaplashamiz narxini dedi. Kanallardan aytib keladigan bo'lsangizlar, chiroyli narxlarda aytilgan bahasından ham tushib beraman dedilar. Telefon etsangizlar narxini chiroyli narxlarda kelishtirib beradilar.